Rasululloh alayhissalatu vassalamning har sunnatlarida, qavlida, fi'lida qizlarning makonati buyukdir. Qavlida, so'zlarda shunday deydilar. Bir kun sahobalarga qarata, agar qaysi bir bandani, qaysi bir mu'minning 3 qizi bo'lsa-yu, ularni haloldan boqib, yedirib, keyin tengi chiqqan joyga berib, amonatini ado qiladigan bo'lsa, otani amonati mana shu joygacha. Kuyovga berishligi bilan ota, dada o'zini amonatini ado qilgan bo'lar ekan. Tengi chiqqan joyga berib amonatini ado qilsa, falahul janna. U uchun jannat bordir dedilar. 3 ta qizga bashorat berdilar. 3 ta qizga. Sahobalarning oralaridan birlari turdilarda, "Ya Rasululloh, agar birini 2 ta qizi bo'lsa-chi? 2 ta qizga ham jannat bormi?" degan ma'noda so'radilar. Rasululloh falahul janna. Unga ham jannat dedilar. Va nihoyat birlari turdilar. Demak, o'sha so'raguvchining bittagina qizi bor-da. So'radilar-ki, "Ya Rasululloh, birini bitta qizi bo'lsa-chi?" Kimda bitta qizi bor? Voy, men ham bitta qizim bor, alhamdulillah. Yana ko'paysin. Bitta qizga ham ana u kishiga qarata Rasululloh falahul janna. Unga ham jannat. Alloh. Bu Rasulullohning bashoratlari. Bitta qizi bo'lganlar ham quvoning. Bugun quvonchdan ana do'ppingizni otib sevining. Nimaga? Sizning uyingizda jannatingiz bor ekan. Sizning uyingizda jannatingiz bor ekan. Hatto mana otaxonlar o'tiribdi. Nabira qizlaringizni bo'lsa ham suyib, erkalab quvoning. Ayting bundan keyin bag'ringizga olib, Allohim menga bergan jannating deb hamdlar ayting Robbingizga. Har ko'rganingizda marhabo deb quchib, payg'ambar alayhissalatu vassalomning sunnatlari Fatima onamiz kabi qizlarni har ko'rganlarda peshonalarini suyib qo'yardilar. Suyib erkalab, bugun u qizlarni endi ardoqlang. Chunki sizni jannatga kirishligingizga nima bo'lar ekan? Sababchi bo'lar ekan. Sababchi bo'lar ekan. Shuni bilaylik. Bu payg'ambar alayhissalatu vassalamning qavli o'zlari aytgan so'zlarida. Va bir hadisda fasabarahunna deb keladi. Ya'ni ularni tarbiyasiga sabr qilsa, haqiqatda qizni tarbiyasi o'g'il bolanikidan qiyin. Lekin Rasululloh shu sababdan nima dedilar? O'g'il bolalarga emas, birinchi qizlarga jannatni va'da qildilar. Agar qizlarni biz to'g'rilikda ulg'aytirib, boqib, yedirib, haloldan ularni boqib, o'sha tengi chiqqan turmush o'rtog'iga bersak, mana shu joygacha bizni jannatimiz bo'lar ekan.